Mana shu qizarib turgan quyosh botishini ko'ryapsizmi? Asarlarda keladi. Quyosh har kuni Alloh azza va jallaning arshining ostiga sajda qiladi. Keyin har kuni Allohdan izn so'raydi. Dunyoga chiqsam bu maylimi deb. Alloh taolo izn beradi, dunyoga chiqadi. Ilo bir kun keladi, Alloh taolo botgan joyingdan chiqasan deydi. O'sha kun qiyomat kuni bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Mana shu qizarib turgan kichkina bo'lib turgan quyosh bizni shu bepoyon, biz uchun bepoyon bo'lgan yerdan 1.300.000 marta katta deyishadi. Biz dengizdamiz, Qizil dengizda jamoat bilan keldik. Safinaga keldik. Jamoat hamma xursand, alhamdulillah. Alloh hammani xursand qilsin.